Assalomu alaykum hurmatli pompaloqlar, Do'xtari Parining muxlislari. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Mana o'sha Do'xtari Pari o'sha shim do'konida eng katta joyimizdamiz. Hurmatli pomposhkalarim, hurmatli xotin-qizlarimiz, hammanglarni bugungi kun 8-mart xotin-qizlar bayrami bilan tabriklab, sizlarga podarkalar tayyorlab qo'yganmiz. Kim bizdan xarid qiladigan bo'lsa, besplatno podarkalar beramiz. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz, biz do'konimizda kutib qolamiz. Bitta shim olganga bitta shim besplatno. Xohlasanglar undan tashqari yana boshqa podarkalarimiz ham bor. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Hozir kim bizdan xarid qildi? Realniy podarka beraman. Kimning xaridi bo'ldi? Sizgami? Mana, asalim. Bu sizga bizning do'konimizdan podarka. Yana kim xarid qildi? Mana go'zalim. Bayraminglar bilan, asalim, umringiz uzoq bo'lsin. Xotin-qizlar bayrami bilan. Yana kim oldi? Men qizim, asalim. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz, do'konimizda kutib qolamiz. Har doimgidek Do'xtari Pari eng zo'ri, eng yaxshisi bilan har doim guldek ochilib yuringlar qizlar.